insanlar ayam sog'ayib ketish uchun yordam beringlar. Iltimos. Men Buzani o'qishiydaman. 10 yildan beri mana jigar kasallik bo'yicha kurashib kelaman. Hozirda qo'yilgan tashxis eng og'ir daraja tashxis qo'yilgan. Yolg'iz onaman. 2 ta farzandim bor. Yolg'iz yashayman. Sizlardan iltimos, O'zbekiston xalqi, shugina 2 ta farzandim uchun yashayin, shular uchun kurashayin. Yordam berishlaringizni so'rayman. Assalomu alaykum do'stlar. Bozanova Xurshida 1986-yil Ko'ydala tumanining Oltindala mafiyida tug'ilgan, 2 ta voyaga yetmagan farzandi bor. Yolg'iz ona, hozirda Toshkentda shifoxona virusologiya bo'limida davolanyapti. Tashxisi jigar siroz, tezlikda jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazishi kerak. Operatsiya Hindistonda bo'ladi inshaalloh. Donor tayyor, hammasi to'g'ri keldi. Opamiz oilada ham ota, ham ona ekanlar. Shu sababdan siz saxovatgo'y xalqimizni yordamiga muhtoj deb bizga video murojaat ham yo'llashdi. Mana shu opamizga imkon darajasida bitta yordam qilaylik. 2 nafar farzandlari bor ekan. Ham ota, ham ona sifatida o'zlari tarbiya berib, o'qitib, yedirib, ichirib kelayotgan opamizning o'zlari ham endi jigar sirozi bilan xastalanadi. Endi mana shu agar imkoniyati bo'lsa, pul bilan mana shu opani hayotini saqlab qolishga imkoniyat bo'lsa, nimaga buni biz qilmasligimiz kerak? Hozir donor ham tayyor ekan. Shu pul moddiy tomonlama bitta yordam qilib yuborsak, Hindistonga borib jigar ko'chirish amaliyotini o'tkazib kelsalar, mana shu farzandlariga o'zlari bosh qosh bo'lib, to'g'ri tarbiya berib voyaga yetkazdiradi degan umiddamiz. Befarq bo'lmaysizlar degan umiddamiz. Imkon darajasida mana shu videoni ham tarqatib qo'yaylik. Saxovatgo'y insonlarga yetib borishi uchun ehson qilishdan faol bo'lasizlar degan umiddamiz. Hozir men O'zbekistonda emasman. O'zbekistonda bo'lganimda albatta borardim. Imkon darajasida ko'proq ma'lumotlar yig'ib, imkon darajasida ko'proq videolar chiqarib yordam berishga harakat qilardim. Ammo hozir menga video yuborib turishibdi. Shu holatda ham chiqaraveramiz kanalimizga. Mayli qancha ehson yig'ilsa ham bu hammasi tavakkal Allohdan. Xo'p, albatta bu videoni davomini ham chiqaraveramiz. Xudo xohlasa, agar mablag'lar yig'ilsa, Hindistonga borishi va hokazo hammasini oxirini ham chiqaramiz. Xudo xohlasa, qo'llab-quvvatlab yuborasizlar degan umiddamiz. Hammalaringizga rahmat.